Kunda öysey qorup lag'may deb yevermey, ikki tal yangi bilan azroq go'shtdan to'dusir qorup manandek lag'may deb yesanglarmi, tam ajoyib yeyishlik bo'lujimi do'stlar. 2 kun lag'may yemiz, lag'manning qalbisini qilib beshinglarni ag'irtadigan yo'lishinglar uchun manandek lag'may deb birdigan bo'lsanglar maqtab turib yeb ketadimi? Emis buni qanday aytamizki, oxirigacha ko'rib birlikda ginamdi. Oldi bilan ketaylik sekuktat va jizi xamirlarini ko'rsatilgandek tayyorlab olamiz. Orqadan sekuktat va go'shtlarimizni to'g'rab olamiz. Go'shtni inchigroq qalamchi qilib to'g'rab olamiz. Rangining chiroyli chiqish uchun azroq ko'klar qetib buni misir qilib to'g'rab olamiz. Achchiq yalab qasanglar azroq lapizni qo'shib yasanglar texim yeyishlik bo'ldi. Undan boshqa samsaq, zanjibil, so'm piyozlarni ko'rsatilgandek to'g'rab olgandan keyin yong'ini qirg'ichdan o'tkazib olamiz yoki bo'lmasa pichoq bilan inchik sir qilib to'g'rab olib, sovuq suvda 1-2 qatim chayqab, teshidagi kraxmal qatini yuvib chiqarib etamiz. Orqadan qozonni isitib, moy qo'yib olamiz. Ishlatganim bo'lsa Nazifaning energiya sapligi, qozonning gavdasi intayin yengil, chaplashmaydi, buz chiqarmaydi. 2 kishilikdan 6-7 kishilikcha bo'lgan qo'rimlarni bemalol qo'riy olaysizlar. Moy qizg'andan keyin go'shtni silib go'sht qizarg'ich qoriymiz. Undan keyin samsaq, zanjibil, so'm piyoz, azroq kavavichin, tuz, bir qo'shiq laziq yog'ini silib qizilmay chiqish qo'rib olamiz. Undan keyin tudusirni silib tudusir yumshag'ich uzun qo'rmaymiz. 2-3 minut qo'riyotgandan keyin oxirida samsaq, ko'k laza, azroq achchiq suv, qo'rimning suyining shirinlik chiqish uchun azroq kraxmal suvi mop, tuzlarni berib ta'min tashib olgandan keyin bir ishga aralashtirib lazi yumshagandan keyin qo'rimni silib olgan cho'pning ustiga oziqlam tayyor bo'ldi. Ko'gininglarda qorish suli bo'lsin, mayli materiallari bo'lsin, odatda öysey qo'rg'andimi oddiy bo'ldi. Shumaydigan saylarni qo'rib lag'may aytib yeb baqsam bo'ldi degan do'stlar, cho'qim mushni qo'rib bir sinab yiqinglar, ta'm tilinglar qag'idek o'xshaydi. Kelarki sonda ko'rishaylik.